Shu borada savolimiz quyidagicha: musulmon kishi hayotida nimalarga ulgurish kerak? Yaxshi savol. Buni har bir musulmon o'ziga berish kerak. Musulmon bo'lib, inson bo'lib, avvalo inson bo'lib, keyin musulmon bo'lib dunyoda yashayotgandan keyin nimaga ulgurishing kerak? Bilasizmi? Bizlar dunyoga imtihon uchun yaratilganmiz. Imtihon uchungina. Mana shuni avvalo musulmonlar bilish kerak. Endi shu imtihonda qanday imtihon qilinadi desa, Allohning sifati o'zi bayon qildi Sura Mulkda: "Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Alloh shunday zotki, o'limni va hayotni yaratdi. O'limni deganda o'limdan keyingi bo'ladigan holatlarni yaratdi degan. Va shu dunyoda hayotini yaratdi. Ki sizlardan qaysi biringiz amalni chiroyliroq qilar ekansiz? Imtihon qilish uchun yaratdi. O'sha o'lim deganda o'limdan keyingi hayotni avval zikr qilishi, avval shuni o'ylasa dunyo hayotini keyin chiroyli qiladi. Agar oxirat hayotini, o'limdan keyingi hayotni o'ylamasa, mana o'ylamagan kofirlar nima qilsa qiladi. Endi Allohning rizoligini topishligini qaysi joyda ekanligini shuni topib olishlikka ulgurishga harakat qilish. Allohning rizoligi qayda? Allohning rizoligi Alloh buyurgan barcha yaxshi amallarda. Yashirin. Yo namozdadir, yo ro'zada topar, yo tilovat Qur'onda, yo xayri sadaqatda, yo farzand tarbiyasida, yoki bir hayvonga qiladigan rahm shafqatida topar. Shuning uchun har bir Alloh buyurgan yaxshi amallarni ehtimol shunda men Allohning rizoligini shunda toparman deb banda shuni qilishga ulgurib qolish kerak. Allohning g'azabi ham barcha qaytargan yomon amallarda bittasida. Shuning uchun birov aroq ichmaydi, Xudo qaytar deb, zino qilmaydi, Xudo qaytargan deb, yoki o'g'irlik qilmaydi, Xudo qaytargan deb. Endi shu amallarni bitta kichkinasini ham Allohning g'azabi shunda bo'lsa to'g'ri kelib qolmaydi deb qaytish kerak. Qo'rqish katta haromlarda ham, kichkina bir makruhlarda ham Allohning g'azabiga uchrab qolmaydi deb qo'rqishlik lozim. Demak, Allohning rizoligini topishlikka ulgurish uchun insonni hayoti mobaynida nimaki ro'parasida turgan yaxshi amal bo'lsa, shunda shu yaxshi amalda Allohning rizoligi topilar deb shuni qilishlikka harakatda bo'lish kerak. Bu endi om narsa, hammaga shuni hamma tushunsa edi, hayotda faqat yaxshilik qilib o'tardi. Mana shunda topsam kerak, mana shunda top. Albatta har bir yaxshi amalga Xudo taolo ajrni va'da bergan. Lekin Alloh taolo rizoligini bitta yaxshi amalga qo'yib qo'ygan. Bitta yaxshi amal. Shuni singari hamma yomon amalga Alloh taolo iqobni va'id qilib tayinlab qo'ygan. Lekin g'azabini bittasiga yashirib qo'ygan. Shuning uchun ba'zida ko'p yaxshi amal qilgan odam ham Alloh u amallarni qabul qilmagan bo'lsa, rizoligini topolmasa, ba'zi bir gunohlar bilan do'zaxga tushishi mumkin. Yoki butun umr gunohkor bo'lgan-u, lekin gunohiga pushaymon bo'lib, Xudo tavfiq berib, ba'zi g'azabiga to'g'ri keladigan amaldan qaytgani sababli Xudoning rahmatiga sazovor bo'lib jannatga kirib qolishi mumkin. Mana bandaning asosiy iymonini holati ham shu xavf va rajoga keladi. Xudoni rizoligidan, rahmatidan umidvor, g'azabi va saxatidan qo'rqinch orasida yashab o'tmoqlik. Shunday bo'lsa, inshaalloh har bir inson Allohning rizoligini xohlab o'tishligi o'zi baxt saodat. Har bir amalda. Alloh nasib qilsin hammamizga. Aytganingiz kelsin, ilohim. Hamma birodarlarimizga, yurtdoshlarimizga Alloh taolo buyurganlarini astoydil bajarib, qaytarganlaridan astoydil qaytib, baxt saodat bilan yashamoqlik nasib etsin deymiz. Ustoz, endi sizdan so'raydiganimiz, sizga ushbu savolni berishdan qaysidir ma'noda manfaatdormizki,
yana kerakli tavsiyalarni bersangiz degan bir umidimiz bor. Ya'ni sizga shunday bir imkoniyat taqdim etilib, ayta olasizmi deganimizda, musulmonlar ommasiga nimalarni muhim sanab qarab, ularga shu baralla tavsiya o'laroq nimalarni aytgan bo'lardingiz? Yaxshi gap. Men shu o'rinda ko'nglim ichida dardu g'am avvalgilarga o'xshamas degan baytni ma'nosini aytgan bo'lardim. Hazrat Navoiylarning zamonida ham, bizning zamondan oldin islom podsholari, mamlakatlar rivojlangan paytda ko'nglimda bir dardi g'am bo'ldiki, avvalgilarning ko'nglida bo'lgan dardi g'amga o'xshamadi dedilar. Kim u avvalgilar? Sahoba radhiyallohu anhular ular. Sahobalar bilan keyingi hozirgi mo'min musulmonlarning o'rtasidagi farq nima? Farq shuki, hozir mo'min musulmonlar mo'min musulmonligini unutdi va Navoiy hazratga o'xshagan mutafakkir olimlar, din va xalq g'amida yurgan insonlar mo'min va musulmonlarni mo'min musulmon ekanligini tushuntirish ularning g'ami bo'ldi. Sen mo'minsan, musulmonsan, mo'min musulmon bunday bo'lmaydi. O'zingni ismingga, o'zingga munosib holatda yasha deyishlik eng asosiy zarur narsa bo'ldi. Lekin bu aslida ayb. Nima uchun? Musulmonga musulmoncha yasha deyishlik o'sha musulmonda ayb emasmi? Sahobalarning g'ami tashvishi nima edi? Ular musulmon emas odamlarga musulmoncha yashagin, yaxshi bo'lasan degan g'ami edi ularning. Chunki u musulmonlar hammasi musulmoncha yashay olgan insonlardi. Hozir esa ayb kimda desa, ayb musulmonlarda. Musulmonda nimasida desa, musulmon bo'lib musulmoncha yashay olmasligida. Islom olamiga, mo'min musulmonlarga zarar qayerdan ko'p kelyapti? Musulmonlarni musulmoncha, haqiqiy mo'min musulmoncha yashay olmagandan bir-birlari bilan qiladigan ixtiloflarda, bir-birlarini noto'g'ri tushunishda, o'tganlarni tahqir qilishda, zamonasidagilardan o'zini ustun ko'rishlikda, bu musulmon qiladigan ish emas bu. Musulmon bo'lganda edi, musulmoncha yashaganda edi, nomigina musulmon bo'lmasdan. Ana endi inson isloh qilsa o'zini, dunyoda yomon odamlar ham shularga qarab, shular yaxshi odamlar ekan deb o'zini o'sha yaxshi odamlarga o'xshatib ketaverardi. Sahobalar radhiyallohu anhumlarning qalblarida agar dunyoda birorta insonga islom yetmasa, men yashab turgan zamonda Allohning oldiga shunga islomni xabarini yetkazmaganim uchun nima deb javob beraman degan g'ami bor edi. Bizning g'amimizchi? Mo'min musulmonlarni namoz o'qish kerak, roza tutish kerak, yaxshi xulqli bo'lish kerak, zino qilmas kerak, aroq ichmas kerak, o'g'illik qilmas kerak degan narsani tushuntirish bilan o'tyapmiz. Vaholanki buning tabiati shu bo'lishi kerak edi mo'min musulmon. Shuning uchun ummatan mo'min musulmonlarga bir og'iz so'z bilan aytadigan gapim desam, musulmonmisan, musulmoncha yasha. Bir ulug' zotga bir yigit kichkinagina bolachasini olib, shu bolamga bir duo qilsangiz taqsir, qori bo'lsa, mulla bo'lsa desa, bolang musulmon bo'lsin degan. Yana u tushunmasdan xafa bo'lib, qori bo'lsin, mulla bo'lsin deng desa, bolang musulmon bo'lsin degan. Uchinchi marta aytganda ham musulmon bo'lsin deganda, axir qori bo'lsin, mulla bo'lsin demayapsiz desa, nechta qori mullalar kofir bo'lib ketdi, musulmon bo'lsin bolang deyapman degan. Asli Xudoning huzuriga musulmon bo'lishlik, musulmon bo'lib borishlik afzal-ku. Vala tamutunna illa va antum muslimun deb bu nasihat bekorga emasdi. Xudoning huzuriga faqat musulmon holatda borishlik. Shuning uchun taraqqiyoti nasoro zaqibi moni most. Jamiyati kufr ziparishoni most.
اسلام بذات خود هیچ عیبی ندارد، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. Dunyoda nasronilar taraqqiy topdimi? Topdi. Bizlar orqada qolganimiz uchun. Hamma g'oyridinlar jam bo'lyaptimi? Ha, bizlar parishon bir-birlarimizdan teskari bo'lganimiz uchun. Islom o'z zotida eng pokiza din edi. Lekin nima ayb bo'lsa, bizlarning musulmonchiligimizda chalaligida ayb bo'lyapti. Bu haqiqatga binoan hamma musulmonchilikda astoydil bo'lsa, olam guliston tuzaladi. Alloh musulmon holatda yashatsin, musulmon holatda dunyodan o'tkazsin, o'zining huzuriga musulmonlar qatorida turgizsin deb umid qilamiz, duo qilamiz. Ustoz, hozir fikrlaringizdan bir savol tug'ilib qoldi. Avvalgi sahobalarning dardiga o'xshamayapti bu dardim degan ma'nodagi fikringizga nisbatan. Uzoq yillar madrasada rahbar o'laroq, mudarris o'laroq ko'p shogirdlar tarbiyaladingiz, o'qitdingiz. Avvalgi talabalar bilan bugungi talabalar o'rtasida qanday farq bor? Bu ham yaxshi savol. Biz qayta qurish davrida dinga astoydil xizmat qildik. Bizning xizmatimizning asosiy ravnaqi mustaqillikdan keyin bo'ldi. Shu davrda bizlar talabalarni o'zimiz da'vat qilib, topib kelib, kelinglar madrasa qildik, o'qitamiz deb chaqirdik. Va ularni faqatgina xolis islom dinini, musulmonchilikni o'rgatishga da'vat qildik, xizmat qildik. Shuning uchun biz avval o'qitgan holatimizda ulardan masalan o'qish uchun pul to'lovlari bo'lmagan. Ularga biz katta amaldor bo'lasan degan va'dalarni bermaganmiz. Faqat Xudo uchun dinni o'rganinglar, qo'lingizdan kelgan joyda o'rgatasizlar deganmiz va ularga e'tiqodi ham, muhabbati ham, ixlosi ham ana shunday singdirilgan. Endi o'shandan keyin ham aytamiz, alhamdulillah, madrasalarimiz mana bunday tashkil bo'lib, hujjatli bo'lib, shu talabalarning o'qishlari hammasi bunaqa sharoitlar yaxshi bo'ldi. Lekin talabalar pul to'lab o'qiydigan, bitirganda diplom olib bir joylarga tayin ishlarga ishlaydigan bo'lib qoldi. Bu bir tomondan yaxshi desak, boshqa bir ma'naviy tomondan yaxshi emasga o'xshab qoldi. Chunki endi talaba islom dinini o'rganishligini bir dunyoviy kasbga barobar qilib oldi. Men o'qiyman, o'rganaman, nima qilasan? Diplom olaman, falon joyga imom bo'laman, undan nima qilasan? O'sha yerdan pul topaman degan tashvish bo'lib qoldi. Maqom ko'tarilsin, martabam baland bo'lsin. Men hayotimni, o'zimni islom dinimni kamchiligini o'qib, o'rganib tuzatay degan narsa kamayib qoldi. Mana shu narsa o'zgarish bo'ldi. Avvaldagi talab ilmlarimizni faqatgina tashvishlari Xudo uchun o'qisak, o'rgansak, o'zimizni isloh qilsak bo'lsa, hozir qandaydir diplom olsak, shunaqangi undan keyin kattaroq diplom olsak, kattaroq ishga joylashsak, shu narsa ularni ba'zilarning fikrlariga o'rnashib qoldi. Bu esa noxolislik, ilmga, dinga noto'g'ri yondashishlik bo'lib qoladi. Buni oqibatida gohida shunaqa kamchilik bilan tushunchasi pastroq holatda bitirib bir joyga imom bo'lgan yo bir diniy xizmatga qo'yilgan talabani kamchiligi chiqadida, o'sha yerdagi jamoat ko'rsa, sizni talabalaringizdan deb menga bir ta'na so'zni ham aytib turadi jamoatdan odamlar, kattalar. Keyin men ularni kuldirib, sizlar yaxshi bo'lsa aytmaysizlar, kamchilik bo'lsa menga talaba deb aytasizlar deb kuldirib qo'yaman. Vaholanki ularni tanqidlari to'g'ri. Chunki bular dindagi kamchiliklarni o'qigandan keyin aslida hayotdagi ishlar bilan tuzatish kerak. Hayotdagi ishlarni o'zlariga qabul qilmasdan, kim imom bo'lib ishlagan bo'lsa, o'sha jamoatda bir ulug' peshqadam, yaxshi axloqli, odobli odamdan namuna olmasdan, balki ularni o'gitlarini, tavsiyalarini, nasihatlarini yomon qabul qilgani uchun ular ranjigan holatda bo'ladi. Shuning uchun men hozirgi talab ilmlarga ham shuni nasihat qilgan bo'lardim. Xudo uchun o'qilsin.
o'shanda bu talaba ilm ibodatga o'tadi. Diplom uchun, amaldor bo'lish uchun emas. Ammo xizmat joyi topilib, xizmat imkoniyati bo'lsa, unda ham Xudo uchun ishlasin. Pul topish uchun, boshqa uchun emas. Balki ba'zi holatda bir chekka masjidga imom topilmay qoladi. Chunki u chekka masjidda daromadi ham pastroq, shahardagi katta masjidlarga imom talashroq bo'lib qoladi. Endi haqiqiy tolibi ilm bo'lsa, din xizmati o'sha chekkada unga savobliroq-ku. Agar u dunyo uchun o'qimagan bo'lsa, o'sha chekkadagi xizmatga men borsamida, shu yerda men xizmat qilsamida, u yerda masjidi nosozroqdir. Aholisi masalan kamroq muhabbatlidir, namozxona kamdir. Shuni men xizmatini qilsam, hayotimda shu qavmga diniy ta'sir o'tkaza olsam, diniy xizmat shulay qila olsam desa, shu uning uchun oxirat uchun yaxshi-ku. Lekin avvalgiga tushuncha yaxshi bo'lmagani uchun qo'y deydi. Ba'zi holatda shunaqa afsuslanaman. Bir kun men imom bo'lib turgan holatimda Rossiyada ishlayotgan, bizda avval o'qib kelgan bir chekka qishloqqa imom bo'lgan talabadan savol keldi. Aytayaptiki, domla, men shu chekka qishloqda tirikchiligimga qiylanib qoldimdan Rossiyaga ishga borishga majbur bo'ldim. Shu yerda ishlayotganimda endi qurilishda ishlarkan bir cherkov qurilayotgan ekan. Shunda ishlab pul olsam bo'ladimi dedi. O'sha gapni eshitib juda ham diqqat bo'ldim. Hatto jamoatga ham aytib berdim. Voy, musulmonchilikni o'qib, o'rganib, musulmonlarga tarqatish uchun mutaxassis bo'lgan odamni moddiy tomondan manfaati yo'q, qanoati yo'q bo'lgani uchun boshqa davlatga borib nasroniylarni cherkovida xizmat qilib pul topishligi qaysi aqlga sig'adi? Vaholanki biror masjidda xizmatida nasroniylarni maktabini yo yahudiylarni maktabini o'qib kelgan ishlab pul topyaptimi? Bu juda ham ayanchli ahvol. Shuning uchun tolibi ilmlarimizga Xudo uchun o'qisa, Xudo uchun xizmat qilsa. Avvallari Xudo uchun o'qidi, dunyoga qaramadi. Kim taqvo bilan Xudo uchun o'qigan bo'lsa, mana hozir shu hamma joyda ham, bizning madrasada emas, boshqa hamma joyda kim o'qigan bo'lsa, o'shalar Xudo uchunligini namunasi, ularga katta xizmatlarni Alloh muyassar qilib turibdi. Ularga shuhrat ham bo'ldi, mol dunyo ham bo'ldi, xizmat ham bo'ldi. Ammo mol dunyo desa, ular bo'lmadi. Demak, ular hali hijolatchiligi ko'p. Alloh hammasiga masalan muhabbat bersin. Ixlos bilan avvalida chiroyli muhabbat bilan o'qisin. Inshaalloh mana shularga katta xizmatlarni Alloh nasib qilsin. Hazrat Navoiy ustoz ta'rifida shunday yozadilar: Haq yo'lida kim senga bir harf o'qitmish, ranjila aylamak bo'lmas ado oning haqin yuzganjila. Uzoq yillar madrasada shogirdlarga ta'lim berib, bugungi kunda ularni yurt xizmati uchun, din xizmati uchun tayyorlagan ustoz Abdulvohid domla hafizahullohning ajoyib suhbatlarini eshitdik. Juda foydali tavsiyalarni oldik. Inshaalloh bu suhbat ikki dunyomizga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat aytamiz. Ustoz, suhbatga vaqt ajratganingiz uchun alohida tashakkur. Ilohim ana shu yurt xizmatida, din xizmatida har doim tan joningiz sog' bo'lsin. Shogirdlarning duolarida siz ularni duo qilib, ular sizni haqqingizga duoda bo'lib yurish hammamizga nasib aylasin. Katta rahmat. Amin. Rahmat, salomat.